Xo'sh, mebelimizni ham tugallab bo'ldik. Aytib o'tganimizdek, bugungi adresimiz Samarqand, Urgutga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Xo'sh, endi qisa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Shkafimiz kvadrat shaklda 240 ga 240 qilib yasalgan. Ichki holati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar klient xohishi. Klient qanaqa ichki holatini yoqtirsa, o'shanaqa qilib yasab bera olamiz. Mana bu aytib o'tganimizdek razmeri kaltaroq kiyimlar uchun mo'ljallangan, nima deydi? Razmeri uzun bo'lsa mangelsa, uni ham bemalol yasab bera olamiz. Eshiklari 100% vakuumda. Ruchkalarga e'tibor beramiz. Ruchkalari ancha katta ishlangan ruchkalar ham. O'rta holati polka. Mana bu tepa qismini yavlit katta narsa qo'yishga mo'ljallangan. Ichi yavlit, ichkarida polkasi yo'q. Sabab razmeri katta kiyimlar shunga o'xshagan narsalar qo'yish uchun mo'ljallangan. Bu ham 100% vakuumda. Hamma narsa vakuumda. Tortmasi, eshiklari hammasi vakuumda. Trimosga keladigan bo'lsak, razmeri 1.20, balandligi 1.85. Hozir bitta trimo, bitta shkaf hamda nima deydi, buni bir oyoq kiyim qo'yadigan desa ham bo'ladi. Komod vazifasida bajarsa ham bo'ladi. Xo'sh, bizning adres Jizzax shaharining o'zida. Biz bilan bog'lanish uchun 95 kodi 226 04 to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Sexning o'ziga borib ham tanlab olishingiz mumkin.